Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bugun biz tradingda qilishimiz kerak bo'lgan asosiy ishlardan biri, ya'ni trading jurnal tutish kerakligi, uni qanday yuritish kerakligi haqida gaplashamiz. Trading jurnal bu bizni ko'zgu, trader sifatidagi bizni ko'zgu. Ya'ni biz qanaqa traderligimizni ko'rsatib turadi. Trading jurnal bo'lmasa, trading jurnal biz yuritmasak biz bilmaymiz. Hech qachon bilmaymiz, qayerda xato qilyapmiz, qaysi xatolarni ko'proq qilyapmiz, bizda statistika qanaqa ketyapti, nechta treddan nechtasi plyus, nechtasi minus, qanaqa foizlar bo'lyapti biz bilmaymiz. Shuning uchun agar biz trading jurnal yuritadigan bo'lsak, shunga e'tibor qiladigan bo'lsak, xulosa qiladigan bo'lsak, ya'ni trading jurnalga qarab xulosa qiladigan bo'lsak, shundagina biz bilamiz qaysi xatolar ustida ko'proq ishlash kerak. Va eng asosiysi qanaqa traderligimizni bilamiz, va shu asosda o'zimizni o'zgartirib boramiz. Demak, boshladik. Mana bizda trading jurnal men ko'rsataman, to'ldirib ko'rsataman. Siz ham shu tartibda to'ldirib borasiz. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, jurnal biz tashab beramiz. Demak, mana bizda Excel variant trading jurnal. Tak, bu yoqqa biz mana bu начальная summa degan joyga depozitimizni yozamiz. Kimdadir 3000, o'rtacha traderlarda 3000 bo'ladi. Ya'ni bu aksiyalar bilan savdo qiladigan traderlar uchun. O'rtacha 3000. Mana boshladik 3000. Bu yoqqa men 3 ta misol yozib qo'ydim. Hozir o'sha vaqtimizni tejash uchun mana bu yoqqa yozadigan kunimiz. Bu yoqqa ticker yozamiz. Mana bu qatorga ticker yozamiz. Apple, Bank of America, Tesla ni yozib qo'ydim men. Demak, Apple longga olindi, long yozamiz. Nechta aksiya oldik? 200 ta aksiya oldik. Longga 200 ta aksiya oldik. Qanaqa foydada chiqdik yoki zararda chiqdik? Bu yoqqa yozganman $500 foydada. Bu avtomat. Mana komissiya bizda, ya'ni kirdi chiqdimizda har bir kirib chiqishimizga komissiya oladi broker. Shu. Tak, $3 komissiya olgan 500 ta aksiyaga 250 sent foyda qilganmiz. 250 sent. Ya'ni bu degani o'sha 200 ta kirib $500 ishlab chiqdik. Bitta aksiyaga, bir dona aksiyaga 250 sent foyda qilganmiz. Tak, bu yoqqa sell yozamiz. Mana bu yoqni o'zgartirish mumkin. Stopda chiqdikmi yoki o'zimizni ko'zlagan take profit deydi. O'sha ko'zlagan profitimizni oldikmi yoki stopda chiqdikmi yoki plus stopda chiqdikmi? Plus stop nima degani? Siz aksiya yurishni boshladi, siz stopni o'zgartirasiz. Ya'ni agar harakat qiladigan bo'lsa, sizni stopni surdiz, tepaga sal teparoqda chiqaradi. Kirgan nuqtangizdan teparoqda. Yoki juda ham stop qo'ymadingiz, juda ham bir ekstremalniy, juda ham bir katta ubit zararda chiqadigan bo'lsangiz, ekstremalniy ubitga yozasiz mana. Bu o'zingiz qo'yasiz. Qanaqa? Plus stopda chiqdingizmi, minus stopda chiqdingizmi yozasiz. Biz sellda chiqdik deb yozdik. Endi chunki 200 ta kirib $500 biz sellimizga bordi, biz ko'zlagan joyga. Общий чистая foyda $497. Nimaga? Chunki $3 komissiyaga ketdi. Endi mana bu joy asosiy joy. Mana 3 ta joy asosiy joylardan bittasi. Bosalaringiz mana bu yoqda xatolar turi chiqadi. Ko'p xato emas. Mana xatolarni men o'zbekchada nima qilib o'taman? Поспешный дождался signal. Shoshilib signal kutmasdan kirdim birinchisi. Ikkinchisi, qachon yaxshi signal bo'lganda kirmadim. Mana yaxshi signal bo'ldi, sizga zo'r signal ko'rsatgan, kirmagansiz. Keyingisi loss и потеря bo'lishi. Stop qo'ymagansiz. Juda ham katta zararda chiqdingiz. Keyingisi juda ham vaqtlik chiqdim. Juda ham vышел rana взяли bo'ladi. Juda ham, ya'ni aksiyani hali potensiali bor edi, siz vaqtlik chiqib ketdingiz. Ya'ni yurish mumkin edi. Keyingisi bu o'sha ochko'zlikdan bo'ladi. Ya'ni sizga qachonki ko'rsatdi, yaxshigina kirgan joyingiz ham zo'r, sizga yaxshi ham ko'rsatdi, lekin boshqa traderlarda, boshqa traderlaringizda minus qilganingiz uchun bundagi profitni olmadingiz. Chunki boshqa minusingizni yopsin deb bu profitni olmadingiz. Bu aslida juda katta xato. Boshqa qilgan minus xatolaringiz bilan, minus tredlar bilan yoki kechagi kun bilan bugungi tredni solishtirmang. Bugungi tred sizga berish kerak bo'lgan pribilni berdi, o'zingizni kусок peragan olishingiz kerak edi, aslida bo'ldi edi. Siz boshqa minuslaringizni o'ylab, bu ko'proq ko'rsatsin, minuslarni yopishim kerak deb bor profitni ham nima qilmaysiz, olmaysiz.
Keyingisi targoval ne in play aksiya. O'yinda bo'lmagan aksiyalarni savdo qildim. Ya'ni bizga in play aksiya va igri deymiz. O'shanaqa bo'lmagan aksiyalarni savdo qildik. Ya'ni yangilik chiqmagan, ob'yom bo'lmagan. Ko'pchilik so'raydi, Tesla'da qilasizlarmi, Facebook'da yoki Apple'da qilasizlarmi? Ha, qilamiz, savdo qilamiz. Faqat qachon yangilik chiqsa. O'zingizdan o'zingiz hech qanaqa yangilik yo'q aksiyani o'zingizdan o'zingiz savdo qila olmaysiz. Nimaga? Unda ideya yo'q. Masalan, Apple отчет qiladigan bo'lsa, отчетimiz zo'r bo'ldi yoki yomon bo'ldi desa, ideya paydo bo'ladi. Qaysidir bir meditsinaga oid kompaniya bizda qanaqadir dori ustida ishladik, yaxshi natija ko'rsatdi, kasallikka shu davo topadigan bo'lsa, unda yangilik bor. Chunki qanaqadir kasallikka davo topdi. Dorisi ham yaxshi natija berdi. Demak, uni longga olishimiz mumkin. In play bo'lmagan aksiya savdo qilinmaydi. Keyingisi katta ob'yomda kirdim pozitsiyaga. Ya'ni siz o'zi odatda risk bo'yicha, risk reward bo'yicha 100 ta yoki 200 ta kirishingiz kerak edi, 1000 ta oldingiz. Bu ham mana xatoning bir turi. Yoki kichkina ob'yomda kirdingiz. Ko'pchilikda bo'ladi, risk kichkina bo'ladi-da, keyin kam ob'yomda kiradi. Risk aslida kichkina, ko'proq kirsa bo'ladi. Kam ob'yomda kiradi-da, u masalan 5 sent risk bo'ladigan bo'lsa 100 ta kirib qo'yadi-da, aslida u joyga 500 ta kirish kerak. 100 ta kirib qoladi, u 20 sent yuradi, 20 dollar ko'rsatadi. 4 ga 1 normal ish bu tradingda. U 100 ta kirgani uchun 20 dollarda pul demaydi. Kam, yaxshi toshga berganda kam aksiyada kirgan, kam aksiya sotib olgan. Keyingisi mana targoviy bez plan, ya'ni plan qilmasdan, ideya qilmasdan savdo qilish. Ya'ni bizda masalan konkret strategiya bo'yicha savdo qilamiz. Deylik, dam bo'yicha savdo qiladigan bo'lsak, dam, ya'ni pumpda dam qiladigan bo'lsak, biz o'zimiz strategiya bo'yicha signallarni kutamiz. O'sha signal bo'yicha, o'sha strategiya bo'yicha savdo qilmasligi. Keyingisi mana eng oxiri hammasini to'g'ri qildim. Zo'rsiz. Agar hammasini to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, zo'rsiz. Mana buni bu o'zingiz uchun, bu vijdoningizga havola. Hammasini to'g'ri qildim yozish kerak emas. Bu sizni oynangiz. Bu sizni qanaqaligingizni ko'rsatib turadi. Shuning uchun buni konkretni vijdonan, haqiqatdan rivojlanmoqchi bo'lsangiz, haqiqatdan bir trading sohasida bir qanaqadir yutuqlarga, yaxshi bir o'zingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu narsani to'g'ri to'ldirib borish kerak. Yoki endi qarang, 2 ta 3 ta xato qiladigan bo'lsangiz, mana bu yoqda ham joy bor. Mana yana o'sha xatolarni, masalan, boshqacharoq xato. Endi nima qiladi bu bizga? Nima beradi? Mana keyingisida bor, keyingi razdelda ashikki mana. Qaysi xato sizda ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana 3 ta trade qilingan, mana 3 ta trade xuddi o'sha xatolar bu yoqda yozilgan, qaysi xatoni ko'proq qilyapsiz. Mana targoval ne in play aksiya bitta, hammasini to'g'ri qildim, 2 ta, 3 ta общий nima bo'lgan? Demak, ikkitasida to'g'ri qildim. Bu yaxshi bo'ladi. Men endi nima qilib yozdim? Mana qaysi xato, agar sizda bu statistika, buni to'ldirish shart emas, o'zi bu yoqqa ko'rsatadi. Qaysi xatoni ko'p qiladigan bo'lsangiz, o'sha xato ko'payib ketaveradi. Mana hozir bu yoqda yozamiz. Mana xatoga deylik nima ne zashol, когда был signal. Signal bo'lganda kirmadim. Keyingisiga yozamiz. Signal bo'lganda kirmadim. Mana endi ko'ramiz nima gap. Mana 5 ta trade, ikkitasida ne zashol, когда был signal. Signal bo'lganda kirmadim, o'zi ko'rsatib beryapti. Bu yoqqa to'ldirish shart emas, faqat mana bu yoqdagilarni to'ldirsangiz bo'ldi. Endi qilmasligimiz kerak bo'lgan asosiy ishlardan bittasini aytaman. Umuman qilmasligimiz kerak. Ya'ni jurnalga oid, bu tradingga oid emas, jurnalga oid. Qayerda formula joyi ko'rsatilgan bo'lsa, unga tegmaslik kerak. Butun jurnalni o'zgartirib yuborasizlar. Tak, mana komissiya. Ko'rdingizlar? Mana bu joyga formula bor. Formula. Mana bu joyda formula bor. Mana bu joyda formula bor. Bunga qayerda formula bo'ladigan bo'lsa, umuman tegmaysizlar, chunki jurnalni o'zgartirib yuborasizlar. Hamma narsa xato bo'lib ketadi. Tak, qayer to'ldiriladi? Mana 4 ta katak. Kun 5 ta katak ekan. Kun, tiker, qaysi tomonga olganlaringiz, qancha ob'yomda olganlaringiz va qancha profitda chiqqanlaringiz. Profit yoki zararda. Faqat mana shuni to'ldirasizlar. Bu tarafi avtomat. Mana bu narsa avtomat. Keyin selni to'ldirasizlar. Sel nima? Stop bilan chiqdingizlarmi yoki take profitmi? Bunisini o'zi avtomatim to'ldiradi, chunki mana formula bor.
Bu ham avtomatim. Bu umumiy depozitlaringizdan foiz, umumiy depozitdan foiz. Mana buni to'ldirasizlar. Qayerda xato qilyapsizlar. Endi ketdik. Mana 3000 depozitlar uchun общий balansimiz 3985 bo'ldi. Chunki 500-700 profit ishladik va 200 yo'qotdik. Общий 3985 bo'ldi balans. Bunga ham tegmaysizlar. Faqat mana bu balansni, mana shuni sizlar yozasizlar, qancha depozitlaringiz borligini. Mana 5000 mi, 4000 mi, 3000 yozasizlar. Bu yoqqa ketdi. Расчетный stopga bunga yozasizlar. Stoplaringiz 1 kunlik stoplaringiz qancha? 200, 300 dollar, 500 dollar, 1000 dollar yozasizlar. Mana buni o'zi to'ldiradi. Qancha umumiy trade qilganlar, 3 ta trade qilganmiz, ikkitasi plyusda, bittasi minusda chiqqan. Bu yoqda ketdi. Oylik bo'yicha foydalaringiz, общий foydalaringiz, bu zararlaringiz hammasini ko'rsatadi. Bu yoqda grafik bor mana. Grafik ko'rsalaringiz. Mana grafik. Mana plyus bo'lsa, mana o'zgarib, o'sib boraveradi. Mana hozir 985 plyusda, mana grafik tepaga o'rgan. Minus plyus bo'ladigan bo'lsa, minus qilsalaringiz pastga tushadi, plyus qilsalaringiz o'sib, mana shunaqa sizni qanaqa rivojlanayotganingizni, qanaqa tempda ketayotganingizni, qayerda xato qilayotganingizni hammasini ko'rsatadi. Keyin eng yana nima joyi progress mana. Siz qanaqa treydersiz, ball hisoblab beradi, o'zi hisoblab chiqaradi. O'sha bu har bog'langan, hammasi hisoblanadi. Sizni qanaqa treyderligingizni ko'rsatadi. Agar 14 dan 18 ball oladigan bo'lsangiz, sizda ball chiqadigan bo'lsa, siz profisiz. Moshni zo'r treydersiz. Hammasini hech narsa tegirish kerak emas. Mana bu yoqda hamma rezultatda hammasini o'zi ko'rsatib boradi. Mana hammasi nechta trade qilgansiz, nechtasi plyusovoy, foizga qancha to'g'ri keladi, hammasini yozib beradi. Demak, men yana bir bor takrorlab o'taman. Qaysi kataklarni to'ldirishimiz kerak? Birinchi общий depozitdan boshlaymiz. Mana depozit. Qancha depozit kerakligi? Qancha depozitingiz bilan boshlayapsiz? 4000, 5000, 10000, 20000 qancha? Keyingisi stopingiz qancha? 300 dollar, 200 dollar, 500 dollar, 1000 dollar yozasiz. Bo'ldi. Bunda faqat shu ikkalasini to'ldirasiz, qolganini o'zi to'ldiradi. Keyingisi kuningizni yozasiz. Mana boshladik. 8 06 25. Nima aksiyada kirdik? Kola. Qaysi tarafga kirdik? Yana longga kirdik. Nechta aksiya kirdik? Mana o'zi yashil bo'ladi. Nechta aksiya kirdik? 1000 ta aksiya kirdik. Mana 1000 ta. Qanaqa zararda yoki foydada chiqdik? Agar zararda chiqadigan bo'lsalar, minus yozasizlar. Mana minus 200 dollar zararda chiqdik. Mana bu taraflarni to'ldirmaymiz-ki, mana serga kelamiz, nima bilan chiqdik? Qanaqa chiqdik? Stop bilan chiqdik. Chunki stop qo'ygandik, minus 200 stop bilan chiqadi. Mana. Stop. Nimada xato qildik? Qayerda yaxshi signal bo'lganda kirmadik yoki targoval name play aksiya yoki o'yinda bo'lmagan, bizga kerak bo'lmagan musor aksiyani savdo qildik. Mana. To'ldirib o'zi endi ketdik, xatoga qaraymiz. Mana xatolar targoval name play aksiya 2 ta bo'ldi. Общий 5 ta trade qilgan, 5 ta xato o'sha joyni nima qilganmiz? Ikkitasida to'g'ri qilganmiz, ikkitasida in-play bo'lmagan aksiyani savdo qilganmiz, bittasida yaxshi signal bo'lganda kirmaganmiz. Mana shu qaysi ko'p bo'ladigan bo'lsa, qaysi xato ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak biz o'shani ustida ishlashimiz kerak. Mana bu yoqda ko'rsatib turibdi. Mana 4 ta trade bo'lgan, общий объем 4000 ta bo'lgan, balans 1600 tak gross qo'shivyapti shekilli menimcha. Sentda 543 sent bitta bir aksiyaga ushlagansiz. Zo'r jurnal, bu juda ham nima deydi, ko'p funksiyali jurnal, hamma sizga kerak bo'lgan hamma ishlarni ko'rsatadi. Yana bir o'rta yozamiz. 09 kuni. 06 25. Nima aksiya deylik? CCL degan aksiyaga kirdik. CCL degan aksiya. Shortga oldik. Buni ham 700-800 ta oldik deylik. Mana short yozsalaringiz o'zi qizil bo'ladi. Mana ranglarni sizlar tanlashlaringiz shart emas.
800 ta oldik. 1,5 ming foydali chiqdik deylik. Plus 1,5 ming. Juda ham zo'r, juda ham yaxshi. Nima qildik? Take profit. Selimizga bordik, ya'ni o'sha take profit. Xato nimada to'g'ri yoki xato? Hammasini to'g'ri qildim deb o'ylayman deb belgilaysizlar. Mana ketdi. Demak, biz 5 ta tredda 3 tasida hammasini to'g'ri qilamiz. Shu uchun bizda natija 3000 dan 5200 ga ko'tarildi. Mana shu to'g'ri qilayotganimiz uchun. Xuddi shunaqa to'ldirib borasizlar. Demak, buni to'ldiramiz, buni to'ldiramiz, bu qator to'ldiramiz, bu qator to'ldiramiz. Bunga yozamiz, short yoki longligini, bunga yozamiz, nechta ob'yomda kirganimizni, bunga yozamiz, qancha profit yoki zararda chiqqanimizni. Keyin mana bu ikkalasiga umuman tegmaymiz, chunki formula kiritilgan, mana formula bor. Bunga вообще formulalik joyga umuman tegish mumkin emas. Selga yozamiz. Profitda chiqdingmi, minusda chiqdingmi? Keyingisi o'zi bu ham formula, bunga ham tegmaymiz, hammasini o'zi to'ldiradi va xatolarimiz ko'rsatamiz. Mana bossalaringiz chiqadi xato. Mana sizlarga tayyor oyna. Sizlarning qanaqa treyderlaringizni ko'rsatib turadi. Bugungi video shu do'stlar. Kimga kerak bo'lsa yana bir bor aytaman, olinglar, biz tashab beramiz, foydalaninglar. Faqat vijdonan hammasini to'g'ri qildim, bu qildim emas. To'g'ri haqiqatdan borligicha to'ldirib boringlar va sizlar o'zlaringiz bilib olasizlar qanaqa treyderliklaringizni. Endi agar ruscha tushunmaydiganlar bo'lsa, buni juda qiyin so'zlar emas, tushunib olsalaringiz bo'ladi. Bu yoqda ham boshqa joyga tegmanglar. Umuman jurnalni buzib tashlaysizlar. Hammaga omad, hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.